Bu paltalarimizni soni cheklangan, razmerlari kam qolgani uchun o'zi qimmat sotilgan. Dona Bakkoniniki. Yoqalari Fisher bo'ladi. Yetsangiz angliskiy yoqada bo'ladi. Stavkalari kojinli. Sostavida kashmir bilan shers aralashgan. Bularni $250 dan qilib beramiz. Xuddi shu mahsulotimizni oldi zamokli varianti ham bor. Buni ham yoqasi Fisher, juda qimmat mexlardan hisoblanadi. Keyingi modelimiz ispanskiy merinos bo'ladi, naturalniy hamma yog'i. Даже kojalari ham naturalniy piton bo'ladi. Yoqalariga norka qo'yilgan. Juda yengil, issiq bo'ladi. Buni narxini $400 qilib beramiz. Hozir skidga $400 ga qo'yganmiz. Bu mahsulotni sifati juda a'lo darajada Italiya matolardan tikilgan original brend bo'ladi bu. To'g'ri, sal narx qimmat bo'lishi mumkin, lekin kachisi o'shanga yarasha. Yoqalarini yechsangiz bomber yoqa bo'ladi. Buni kelib kiyib ko'rganingizda o'z sifatini o'zi aytadi, qanaqa mahsulotligini. Bemalol kelib do'konimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Narxi juda zo'r narxga qo'yilyapti. Bu kurtkamiz Raffaello brendiga tegishli. Ranglari juda chiroyli chiqqan. Bilasizlar, Raffaelloning originali bu. Arzon bo'lmaydi o'zi bu ham. Narxini aytib o'taman, $290 dan. Delkalari ham ko'payib ketgan. O'zingiz kelib ko'rishingiz mumkin. Toza turetskiy mahsulot. Kojinligimiz $270 skidkada. Yoqalari naturalniy norka, yechib qo'ysangiz bo'ladi yoqalarini. Ko'rishingiz mumkin. Kojasi juda yumshoq, fasonlari juda chiroyli.